Allohdan o'lim tilagandim. Feruza Normatova bugun barcha haqiqatlarni oshkor qildi. Azizlar, videoni oxirigacha tomosha qiling. Aktrisa Feruza Normatova shu yilning 15-oktyabrda xorazmlik 23 yoshli MMA jangchisi Olloyor Abdushukurov bilan turmush qurgandi. Aktrisa Instagramdagi obunachilarning savollariga javob berar ekan. Turmush o'rtog'i bilan yoshidagi farqi va mahr uchun nima so'ragani haqida so'zlab berdi. Aynan shu inson sizniki ekanini qaysi ishi yoki xislatidan bilib oldingiz degan savolga Feruza Normatova shunday javob berdi. Hajdan qaytganimda ketma-ket sinovlar boshimga keldi. Shu darajada qattiq dilozorliklarni ko'rdimki, yashashdan zarra umidim qolmadi. Allohdan faqat o'limimni bu dunyodan tezroq huzuriga chaqirishini so'radim. Yoki bir insonni jo'natgin, meni butunlay bu hayotimdan olib ketsin dedim. 2 oy ichida hayotim butunlay o'zgarib, turmush o'rtog'im bilan tanishdim. Mening insonim aynan shu odammi, yo'qmi bilish uchun istixora namozini tinmasdan hojat namozlarini o'qidim. Har safar yanada yaqinlashib, yanada mehrimiz mustahkamlashib bordi. Qolgani esa juda tez bo'lib ketdi. Shu sabab kim nima desa desin, menga yorimni Alloh yuborgan. Aynan ko'p duolardan keyin shu inson hayotimga keldi. İnsanlar adashuvchi, Alloh adashmaydi deb yozadi aktrisa Instagram sahifasida. Feruza Normatova turmush o'rtog'idan mahr uchun nima so'ragan? Turmush o'rtog'imdan mahrga 100 ta Qur'on kitobini so'radim. U mening shaxsiy mulkim va uni nima qilishim sir bo'la qolsin. Lekin mahrni eshitib turmush o'rtog'im ham hayron, ham xursand bo'lib kulib yuborgan edilar. Ilohim, nikohimiz 2 dunyoda xayrli bo'lsin deydi Feruza Normatova. Nega yoshi kichik yigitga turmushga chiqdingiz? O'zingizdan kichkinani aka yoki begim deyish g'alati emasmi deganlarga quyidagicha javob berdi. Hadicha onamiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga turmushga chiqqanlarida 40 yosh bo'lganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam esa 20 yosh. Bu payg'ambarimizdan qolgan sunnatdir. O'rni kelsa yoshga qaralmaydi. Ya'ni ular uchun yoshni ahamiyati bo'lmaganidek, biz va oilalarimiz uchun ham ahamiyati yo'q. Muhimi tashqi ko'rinish bilan emas, qalb bilan birlashmoqdir. Aslida barchamizning ruhlarimiz yoshi tengligi al-Misoqdan ma'lum. Agar kimningdir bizni yoshimizga e'tirozi bo'lsa, agar qo'rqmasa Alloh va uning rasuliga aytsin deydi aktrisa. Avvalroq aktrisa turmush o'rtog'i haqida tarqalgan mish-mishlardan xabardor ekanini aytib, birinchi va ikkinchi ayol haqidagi savollarga javob berib, quyidagicha so'z yuritgandi. Aktrisa Instagramdagi jonli efirda obunachisining farzandi bo'lsa ham sizga farqi yo'qmi degan savoliga quyidagicha javob berdi. Ajrashganlar-ku, nima farqi bor menga? Ajrashganlar-ku. Men 18 yoshli qizmanmi? Agar o'zimdan yoshi katta erkaklarni kutsam, hammasi uylanib ketgan. Bo'lajak turmush o'rtog'im ular bilan yashab yurgan bo'lsa, ajralgan. Yaqinda bunga 1 yil bo'ladi. Men sizlarga haqiqatni aytaman, turmush o'rtog'im uylanmagan dedim. Ular rasman uylanmagan. Kim bilan yashab qanday hayot kechirgan bo'lsa, ikkala qiz ham yaxshi inson. Bittasining farzandi bor, xalq taniydigan qiz, obro'si bor. Yoshi mendan kichkina, hayoti o'xshamagan. Ikkala qiz ham avval turmush qurib ajrashgan ayollar ekan. Mening turmush o'rtog'im bilan u qizlarning shar'iy nikohi bo'lganmi, yo'qmi, men tepasida turmaganman. Mening bilganim turmush o'rtog'im bilan tanishganimda birinchisi bilan ajralganiga salkam 1 yil, ikkinchisi bilan ajrashganiga kamroq muddat bo'lgan. Farzandim bor, unga qarayman. Ikkinchisi homilador, unga ham qarayman. Kartasiga pul tashlab, dorilar kerak bo'lsa, nima kerak bo'lsa hammasini qilaman, chunki men farzandlarimni ko'chaga tashlab qo'ymayman deb menga aytganlar. Xo'p deb buni qabul qilganman. Mening hayotimda hozir hech kim yo'q, uylanmoqchiman deganlarda rozilik berganman. Ungacha biz gaplashganmiz. Ota-onamdan borib rozilik olib kelgan. Onalari bilan tanishtirgan. To'ygacha birgalikda ancha vaqtimiz o'tgan. Men hech kimning hayotini buzib kirmadim. Birovning bolasini yetim qiladigan qiz ham emasman. Turmush o'rtog'imning ikkinchi farzandlari ham eson-omon tug'ilib, shuni sen boqasan deb olib kelsa boqaman ham. Chunki bola u. Men hech qachon yosh bolaga nafrat bilan qarab, birovning bolasi demaganman. Ayollarga doim hurmat bilan qarayman. Hech qachon hech kimning tanlovini haqorat qilmayman.
Birga yashash, so'ng ajralish ayb emas. Birga yashagandan ammo nima sababdan ajralishgan men bilmayman. Ikkinchisi bilan ham biror sabab ajralishgan. Muhimi ularni ajratgan inson men emasman. Mengacha ular ajrashgan va hozir hayotida men borman. Ko'chada 10 ta farzandi bo'ladimi, 100 tami menga aloqasi yo'q deganman. Agar uyga olib kelib shu bizning farzandimiz, katta qilamiz desalar, men mamnuniyat bilan katta qilaman. Hech kimni ajratmayman. Birinchi farzandlarni ham rasmini ko'rganman, juda ham shirin bolacha. Ajrashgan bo'lsa, endi turmush o'rtog'imning boshqatdan turmush qurishga haqqi yo'qmi? Xorazmliklar turmush o'rtog'imning hayotlarini bilar ekan. Qanday qizlar ajrashganlariga nima sabab bo'lganini ham bilishadi. Biz gaplashib bir-birimizga to'g'ri keldik. Muhokama qilish odamlarga emas. Men qo'ygan videolar, gapirgan gaplarimning u ikkita ayolga aloqasi yo'q. U biz haqimizda har xil gapirib, fitna qilib yurgan g'iybatchilarga tegishli. Hech kimga adovatim yo'q. Hamma baxtli bo'lishga haqli. Birinchi qiz hayotimga yaqinda boshqa inson kiradi debdi. Allohdan unga mukammal baxt so'rayman. Xuddi shunday ikkinchi qizga ham. Tuhmatchilarga boshqa hech qanday gapim yo'q deydi aktrisa. Azizlar, 2 yoshga baxt tilagan holda kommentariya qoldirishni unutmang.